O'zbekistonda o'zidan Nomiradin yasab olganlarga viza. Qani shu kulga duet qilish olarmikan? Nomiradin kim ekanligiga ishonch hosil qiling. Yaxshilab ko'rsangiz oddiy emasligini tushunasiz. Kim duet qila olarkan? Nochahani gapini eshitdinglar. Barcha M24chilarga vizib tashyapti. Vizibini qabul qildim, lekin bu yil qilmayman. Chunki nimaga? Buni PUBG'da endi boshlagan yoki M24da endi o'ynashni boshlagan o'yinchilar qiladi. Afsuski biz unaqa emasmiz. Undan ko'ra, Nochaha siz bilan maydalashib o'tirmaylikda, undan ko'ra mana bu yilga baho bering. Undaki Nochahaga orzu. Videoda oxirigacha ko'rsangiz sizga foydali ma'lumotni o'rgatib o'tib ketaman. Arzon UC qidiryapsizmi jigaram? Instagram profilimiz shapkasida turgan silkani ustiga bossangiz Telegram UC degan joy chiqib keladi. Telegram UC'ni bosganingizda SMMcraft botimizga olib o'tadi va bu yerdan o'zingizni PUBG Mobile uchun donat degan joyda bosasiz va sizga UC'lik ma'lumotlarni beradi. O'zingizga kerakli UC'ni bosib, обязательно xarid qilishingiz mumkin. Arzon narxlarda va bu PUBG Mobile'ga UC solib berishlari ID orqali va ID'ni yozib qoldirasiz va to'lovni qilganingizdan keyin oradan 5 sekund o'tgandan keyin PUBG Mobile akkauntingizda UC ko'rinadi. Hoziroq menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin jigaram.